Nonushtaga shunaqa o'tiribsizlarmi? Nonushtaga shunaqa doston yozadimi? Ha, non bilan shirin choy bo'lsa bo'ldi-da, kelin. Ha? Qanaqa zamonda yashayapmiz biz hozir? Shikolat kim olib chiqdi? Mayli. Olib chiqibsizlar. Yemay o'tiringlar. Menga qarang kelin. Kimdan so'rab tort pishirdingiz, ha? Qancha masalliq, ha? Senlar o'zi toza o'z boshimcha bo'lib ketibsizlar-ku. Axir bu dunyoga faqat uy ishlarini qilish uchun kelmagandirmiz. Ehtimol o'z biznesimni yo'lga qo'ymoqchidirman. Biznes? Qanaqa biznes, ha? Nima biznes meni hisobimda bo'lish kerakmi, kelin? Ha? Meni hisobimda bo'lish kerakmi? Dada, tinchlikmi, nima bo'lyapti? Mana, ko'rib qo'ylaring. Erkalatib yuborgansanlar xotinlaringni. Tort pishirganmish, ha? Tort, ha? Meni uyimdagi meni masalliqlarimdan biznes qilmoqchi bularning, ha? Tort pishirganmish yana. Masal